Haydovchisiz traklar haqida kontent chiqazganimda ko'pchilik trakchi akalar negativ kommentlar berib, bunaqasi bo'lishi mumkin emas, hali beri bo'lmaydi, bo'lmagan gap deyishgan edi. Mana bugungi kunga kelib bu narsa haqiqatga aylandi. Va nihoyat birinchi bo'lib Amerikada Volvo'ni VNL Autonomous traklari Uber Freight va DHL bilan hamkorlikda Texas shtatida Dallasdan Houstonga yo'li oralig'ida haydovchisiz traklarida yuk tashishni boshlashdi. Bu trakka Aurora Driver deb nomlangan sun'iy boshqaruv tizimi boshqarib boradi. Trakki o'zi bo'lsa lidar, radar va bir qancha sensorlar bilan jihozlangan. Va trak 400 metr oldingacha bo'lgan masofani o'qiy oladi, hamma narsani bila oladi. Menimcha bu texnologiya haqiqiy trakking sohasini o'zgartirib yuboradigan texnologiya desam, menimcha adashmagan bo'laman. Hozircha sinovlar Dallas yo'llarida boshlangan bo'lsa, bu kelajakda faqatgina oshib ketadi deb o'ylayman. Nima deb o'ylaysiz? Sun'iy intellekt haydovchisiz traklar O'zbekistonga kelsa yura olarmikan, yo'qmikan? Radarlardan o'tib ketib qolmasmikan? Fikringlarni kommentariyada yozib qoldiringlar.